Bo'pti onasi, o'zingni ehtiyot qilgin. Men ishga ketdim. Televizorga qarab qo'ygan, yonib qolib ketmasin. Xo'p, bola, dadasi yaxshi yetib oling. Bo'pti. Dadasi, bitta ish qilib qo'ydim. Kiyimlaringizga qo'shib pullaringizni ham yuboraman. Xavotir olma onasi. Vahimaga o'rin yo'q. Buni o'zim quritib olaman. Xo'p. Onasi, Xo'p, dadasi. menmi kiyimimni kuydirib qo'ygan ekanman-da, shu yangi kiyim olsammi-kina? Dadasi, buni men kuydirib qo'ygandim-da, sizga esimdan chiqibdi. Ha, yo'q, baribir eski bo'lib qolgan-ku, va anchadan beri bor. Uni ustiga yangi kiyim olaman deb o'tdim. Bir bahona bo'ldi-da kuyib qo'ygani. Mana, olib qo'y, yangi kiyim olaman. Ha. Ovqatim ozgina kuyib qolibdi, ko'p emas. Yesa bo'ladi. Ha, mayli. Shunaqa bo'lish kerak ekanda. Nega har doim biron bir xato qilsam, indamaysiz, ko'z yumib o'tib ketasiz? Ayol kishi bir xato qilsa, erkak kishi uni chiroyli tushuntirsa, ikkinchi marta u xatoni qilmaydi. Erkak kishining vazifasi urush janjal ko'tarish emas, chiroyli tanbeh berib tushuntirish bo'ladi.